Assalomu alaykum agroteplik sog'lom a'zolari. Barchangizga kun xayrli bo'lsin. Mana biz kun yorug'ida video olyapmiz. Bugungi videomiz, videoni o'tkazib qo'ymaysizlar. Limonning hosilini saqlovchi 5 unsur. Bu narsani ko'pchilik o'tkazib o'rgani uchun hosildorlik tushib ketgan va natijada hosil yo'q. Va natijada limon sohasida qiziqish o'lyapti. Qiziqish o'ldi degani hosildorlik umuman bo'lmaydi. Limon sohasi juda ham keraksiz ekan degan fikr urg'u beryapti dehqonlar. Ko'p kommentariyada o'qiyapman. Limon sohasi juda ham foydali narsa emas ekan. Uni o'rniga bodring eksam bo'lar ekan, boshqa eksam bo'lar ekan degan fikrlarni o'qib turibman. Dehqon, aziz dehqon, adashasiz. Sizda asosiy qiladigan xatoyingiz har bitta vaziyatni o'z vaqtida qilmaysiz, nazorat qilmaysiz. Vaqtida nazorat qilish esa mana effektini ko'ryapsiz. Mana oddiy daraxtni tozalagan holatda men ko'rsatyapman mana. Xulosa o'zingizdan mana biror marta qilmagan ishimni sizlar uchun ko'rsatyapman. Mana bitta navda hosillik ko'pligidan mana egilib qolgan. Mana ko'ryapsizlar mana hosillik ko'pligidan yerga egilib qolgan mana. Ana endi xatolaringizni sanab o'taman. O'zlaringiz xulosa chiqarasizlar. Birinchi xatolari sug'orish tizimida tuproq muntazam namlikni saqlamaysizlar, nazorat qilmaysizlar. Birinchi xatolari shu. Tuproq qurib ketadi yoki juda ham botqoq bo'lib ketadi. Ya'ni 50-50. Nazoratingiz 50-50 bo'ladi. Ishda bo'lasiz, suv bo'lmaydi, sharoitingizda misol uchun qayerlarda suv bo'lmaydi. Natijada limon suvsab ham ketadi. Vaqtingiz bo'lganda juda ham suv ko'p berasiz. Bu o'z natijasini sizda qishda ko'rsatmaydi. Misol uchun barglar mana bunday holatda turishi mumkin. Misol uchun sarg'aygan holatda yoki yam-yashil bo'lishi mumkin. Bu limonni holatini belgilab bermaydi. Birinchi xatolaringiz sug'orish sistemasida. Ikkinchi xatolaringiz ozuqa berish vaqtida ta'minlamaysizlar. Misol uchun cho'nchakka pul bo'lgan paytida ozuqa berishga harakat qilasizlar. Men achchiq bo'lsa ham haqiqatni aytib o'taman. Va o'z vaqtida bermaysizlar. O'z vaqtida esa beriladigan vaqti bor. Qishda berilmaydi. Qishda ko'chat dam olish kerak. Qishda beriladigan ozuqa quyidagilarni sanab o'taman. Sekin erigani uchun super fosfat qishda beriladi. Ya'ni 3 oyda erigani uchun noyabrda beriladi. Sababi tez erimaydi. Sekin eriganining hisobiga noyabrda berib qo'yiladi. Asosiy xatolaringizdan biri ozuqani kechiktirasizlar. Videoni oxirida hozir qachon berilishini aytib o'taman. Faqat o'z xatolaringizni sanab o'tyapman. Javoblarini videoni oxirida aytib o'taman. Uchinchi xatolaringiz ozuqani kechiktirish. To'rtinchi xatolaringiz abreska vaqtini o'zlaringiz belgilaysizlar. Misol uchun vaqtingiz bor. Oktyabrda boshlanadigan bo'lsa, siz avgustda qilasiz. Sababi sizda avgust oyida vaqtingiz bo'ladi. Abreska qildirishingiz kerak. Va natijada ko'chatni charchatib qo'yasiz. Bitta kesgan novdangiz 5 ta 6 ta bo'lib chiqadi, yangi chiqqan novda. Mana bunaqa holatga keladi mana. Mana yangi chiqqan novda mana xudojnik bilan og'rigan. Hozirgi paytda bu to'xtagan, lekin xulosa uchun qoldirdim. Asosiy xatoyingiz abreskani o'z vaqtida qilmaysiz. Hozir video oxirida abreskani vaqtini aytib o'taman. Qachon berilishini. 4 ta narsani aytib o'tdim. Sug'orish, o'g'itlash va abreska. Uzr, 4-chisini endi aytib o'taman.
To'rtinchisi, uchtasini aytib o'taman. To'rtinchisini aytib o'taman. Haroratli rejim. Misol uchun qishda maksimal haroratni bermaysizlar. Juda ham sovuq yeydi. Misol uchun minusga tushmasligi mumkin, lekin baribir limonni yaxshi hosil berish uchun imkoniyat beradigan issiqlik bermaysizlar. Ya'ni misol uchun hozir videoning oxirida buni ham aytib o'taman. Qishda qanaqa bo'lish kerak, yozda qanaqa bo'lish kerak. Yozda juda ham haroratni ko'tarib o'rasizlar, teplitsani ichi dimiqib ketadi. Natijada gullagan gullari ham to'kiladi. Ya'ni qilgan mehnatingizni bir faslda yerga to'kib o'rasizlar. Limon tagi oppoq gulga to'ladi. 5-chi qiladigan xatolaringiz qishda teplitsani ichida sun'iy yorug'lik imkoniyatlarini qilmaysizlar. Ya'ni limonni bargida fotosintez jarayoni, ya'ni yorug'likdan tuyish jarayoni bo'lib o'tmaydi. Natijada esa bahorda yaxshi gullab, gulini to'kib, hosildorlik juda ham past bo'lishiga olib keladi. Keyin o'zlaringizni qilgan xatolaringizdan, misol uchun o'zimizni qilgan xatomizdan kamchilik izlamaymizda, ko'chatni almashtirishga harakat qilamiz. Ya'ni misol uchun bu ko'chat navi sifatsiz ekan. Boshqa ko'chat navini ekish kerak deb 5 yillik ko'chatni ko'chirib, o'rniga 2 yoshar ko'chatni ekib, orada 5 yil poteriya qilamiz. Ya'ni qayta u hosilga kiraman degancha 5 yillik ko'chatdan maksimalni 140 kilogacha hosil olishingiz mumkin edi. 5 ta xatoni qilganingizdan keyin mana misol uchun kilosini bilmayman, hozirgi paytda kilosini aytib o'tmayman. Lekin hosildorlikni mana kunduz kuni talablaringizga binoan hosildorligini ko'rsatib o'taman mana. Xo'sh, ana endi xatolaringizni bir boshdan sanayman. Sug'orish sistemasini xatolaringiz misol uchun har oyda 1 marta sug'orilishi kerak. Siz 4 marta, 5 martagacha ham sug'orasiz. Bu xatoyingiz. Teskarisi yoki 2 oylab sug'ormaysiz. Vaqtingiz bo'lmaydi. Bu ikkinchi xatoyingiz. Ozuqa berishdagi xatoyingiz. Misol uchun tez erimaydigan preparatlar, superfosfatlarni noyabrda, asosiy o'g'itlarni 25-fevralda berishingiz kerak. Buni qilmaysiz. Sizda vaqtingiz bor. Bu narsani avgustda qilasiz. Avgustda esa ko'chat uyg'onmagan, yana to uxlab bo'lgancha ko'chatda yangi novda chiqaradi va qarabsizki, qishi bilan zararkunanda yopishib bo'ladi. Qishi bilan ko'chat uxladi deb o'ylaysiz, orqasida zararkunanda lichinka qo'yib nazorat qo'lga oladi. Erta bahorda limon gullaydi, chunki bu tabiat qoidasi. Menda zararkunanda bor ekan deb o'ylamaydi u. Va gullaydi. Juda zo'r gullaydi. Birinchi bo'lib sizni bezovta qiladigan hasharot esa shira. Zo'r gullagan gulida shira paydo bo'ladi. Ikkinchi sizni zarar beradigan, sizni ko'p azob beradigan hasharot esa xudojnik. Bargida yangi chiqqan novdalarda xudojnik paydo bo'ladi. Oradan hech qancha vaqt o'tmasdan o'rgimchakkana paydo bo'ladi. Qarabsizki, limonlarning ichida oq pashsha paydo bo'ladi. Va qora qo'ng'iz paydo bo'ladi. Gulini yeydigan qora qo'ng'iz paydo bo'ladi. Bu sizni vaqtida dezinfeksiya qilmaganingiz uchun, dezinfeksiyani vaqtini ham aytib o'taman. Bu va ozuqani vaqtida bermaganingiz uchun kelib chiqadi. Dezinfeksiya qilinadigan vaqt esa 20-fevral gullashdan oldin zararkunanda lichinkasi bilan batamom yo'q qilishingiz kerak. Ya'ni 1-martda gullash davrida limon hech qanaqa zararkunandasiz gullashi kerak. Keyin misol uchun qo'shtirnoq ichidagi mutaxassislardan so'raysizlar, gullagan davrda bu dorini ishlatmaslik kerak, bu dorini ishlatish kerak va natijada zararkunandani batamom limonni egallashiga
o'zlaringiz ko'makdosh bilasizlar. Qishda esa harorati +5, +8 berish kerak. Termos tizimini qilishni yoqtirmaysizlar. Ya'ni sizlarga ma'qul kelmaydi. O'zimdan kelib chiqib ma'lumotlarni aniq bo'lish uchun aytib o'tyapman. Uzr agar og'irroq, qattiqroq gapirgan bo'lsam video davomida. Foydangizga aytayapman, foydamizga aytayapman. Siz demayapman yoki kimdir demayapman, dehqonlar bilan gapiryapman. Uzr so'rayman agar kimgadir qattiq botgan bo'lsa. Xo'p, harorat +5 saqlamaysiz, +8 saqlamaysiz. Natijada limon stressga tushib, qish bo'yi yarim uxlaydi, 50% uxlaydi. Chunki yarador limon qanday qilib uxlashi mumkin? Yarim uxlab turadi. Bahorda esa gulini to'kib, hosildorlik pasayib ketadi. Bahorga keldi, gulini misol uchun 70% to'kdi, 30% qoldi. Shuni g'unchalab uje no'xatday bo'ldi. Shuni yetishtirib olsam, endi qo'limda pul bo'ladi deysiz. Natijada esa o'shalar ham sarg'ayib to'kilishni boshlaydi. Sababi teplitsangiz ichida porchkalar ochilmagan, harorat 35 ga chiqib ketgan bo'ladi. Natija esa o'sha saqlab qo'ygan 30% ham hosilingiz to'kiladi. Natijada limondan ko'niz qoladi va mutaxassisdan so'raysiz. Mutaxassis sizga, ya'ni misol uchun, qaysi mutaxassis bo'lgan taqdirda ham limon qayta gullaydi deydi. Qayta gullash uchun dorilarni berasiz, qayta gullatasiz. Va natijada yana gullaydi. Natijada zararkunandaga qarshi kurashmagan bo'lasiz. Va natijada o'sha gullar ham to'kiladi. Teplitsani ichida zararkunanda va haroratni nazorat qilmaganingiz uchun. Tez orada bitta ikkita hosilingiz qoladi va mana shunday hosil bo'ladi. Olmaday bo'lgan paytda yoki shunday bo'lgan paytda sekin-sekin yorilishni boshlaydi. Men 1 yillik polni sizlarga ma'lumotlarni ketib o'tyapman. Biron joydan ko'chirilmagan, biron joydan boshqa qilinmagan ma'lumotlar, odatda bo'ladigan ma'lumotlar yorilishni boshlaydi. Sababi nima deb o'ylaysiz? Dorini ko'p berdim, kam berdim yo boshqa, xullas kalom shunaqa so'zlarni variant qilasiz. Lekin aslida bu qishda juda ham chanqatib o'rganiz, juda ham ko'llatib o'rganiz, gullash davrida juda ham ko'p suv berganiz yoki juda ham suvsatib o'rganiz, yakunda sizning limoningizni tars etib yorilishga olib keladi. Bu muammoni ham yechasiz. Misol uchun mutaxassisdan so'raysiz, nima bo'lganini aytadi, boshqa bo'ladi. Bu muammodan qutuldim degan paytingizda limonni hosilini ustida dog'lar paydo bo'ladi. Ya'ni kivi kasallik degan narsa paydo bo'ladi. Sizda trips bezovta qilayotgan bo'ladi. Ya'ni danakdek bo'lgan paytida trips kelib, chaqib o'zini virusini ichida qoldirgan bo'ladi. Ya'ni ilon chaqqandan keyin tanangizda qizil tochka paydo bo'ladi-yu, o'sha tochka sekin-sekin tanangizga tarqaladi. O'sha narsani yoki ari chaqqanda shish paydo bo'ladi. Xuddi shunday trips chaqqanda sekin-sekin tanani tarqalishni boshlaydi. Bu sizni trips bezovta qilayotgan bo'ladi. Hech qanaqa kivi kasalligi boshqa narsa emas. Kiviga o'xshagani uchun kivi kasallik deb nazoratda shunaqa aytiladi, shunaqa ism berilgan. Sizni bezovta qilayotgan trips bo'ladi, aziz obunachilar. Natijada hosildorlik 0 ga tushadi, limondan ko'nglingiz qoladi. Ya'ni juda ko'p xarajat qildingiz, lekin mehnatini o'z vaqtida qilmaganingiz esingizdan chiqadi va limon sohasini yo'qotib pomidorga o'tishga harakat qilasiz. Chunki qo'shningizda pomidor bor edi, juda zo'r daromad qildi, lekin sizda limon bor edi, limondan yaxshi daromad qilmadingiz. Sizga qo'shningizni pomidori yaxshi daromad qilgani oson tuyuladi, lekin ichidagi mehnati bilmaymiz, aziz dehqonlar. Va 5-qoida limonning ichidagi fotosintez jarayoni, ya'ni qo'shimcha yorug'lik yetkazib bermaymiz va fotosintez jarayoni limonda to'liq tugallanmaydi va
barglar sarg'ayadi. Ya'ni bahorda sekin-sekin orasida tomiri ko'rinib sarg'aygan yoki girdlari, chetlari sarg'aygan limon bargini ko'ramiz. Bu hosildorlik pasayishini asosiy sababi hisoblanadi. Biz temir kamaydi deb temir beramiz, azot kamaydi deb azot beramiz. Natijada limonda qisqa tutuvchi, ya'ni elektrda korotkий zamikayna deganda narsa stressga tushiramiz. Va qolib ketgan gullarini ham to'kishga sabab bo'lamiz. Sababi samounичтожение degan narsa bor. Samozashta, ya'ni limon o'zini o'zi himoya qiladi. Ya'ni ildiz tizimini himoya qilaman deydi-yu, hosildan qutulishga harakat qiladi. Ya'ni o'zini holati, avariyni holatda turgan paytda sizni hosilingizga saqlashga harakat qilmaydi, chunki unda samozashta, ya'ni o'zini o'zi himoya qilish refleksi bor, aziz obunachilar. Natijada hosildorlik juda past bo'ladi va limon sohasidan ko'nglingiz qolib, limon kerak emas degan xulosaga kelasiz. Bu yerda hozir sizlarga 5 ta qoidani aytib o'tdim, natijasini aytib o'tdim, vaqtini aytib o'tdim. Xulosa o'zingizdan. Hurmatli agrotepist olami, ishlaringizda omad, dehqonchiligingizga baraka. Hurmatli Oxunjon.